Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda Agri Globi 180 mini traktorimiz, trendga chiqqan traktorimizdan, xudo xolasa Surxondaryolik Sarosiyo tumanining chegarasida turar akamiz. O'sha yo'l biz podpischimiz, o'sha yo'ldan kelib xarid qilib ketishyapti. Temurov Xolmurod aka. So'piyonni agrodlarini qiradi borib endi bugun. Ha. Bitta agrod qoldirmaydi. Uzundan tagigacha haydaydi. Akalar og'aylardan ketdi. Traktordami? Bu oldiga o'tib ketdi, ha. Xo'p, akalar, yana bir ogohlantirish qilamiz. E'lon qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bu traktorimizdan kam qoldi akalar. Sanoqli qoldi akalar. Uje tugadi bu traktorimizdan. Xo'p. Xo'p, akalar, mana uje traktorlarimiz bu yoqda umuman uje tugadi. Mana bir dona, mana ikki dona bu yig'ilish jarayonida. Traktorimiz sanoqli 2 ta, 3 ta shunaqa qoldi akalar. Olmoqchi bo'lganlar tezda harakat qilamiz. Tugab qolgandan keyin keyingi partiyani kutib qolasiz keyingi partiyaga. Shu hisobiga tezlashtirib harakat qilamiz akalar, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari mana kvadrosiklarimiz bor, samasvalik, 5 samasvalik. Mana bu traktorlarimiz yo'q akalar.